Hello, friend. Siz bo'lmasa borku men R90 o'rniga e, yozib qo'ying, anavi bir ikki kundan beri bittasi kiradi. Bo'ydoqman, tanishishga qiz kerak deb ismini shunaqa qilib yozib olgan. Kapaga qarab tanib. Bo'lmasa gaplashmaydi. Chunki ular biladi. Aynakda qizlar bilan ham borganmiz, xudo bilsin. Men ko'rmaganman lekin. Aytaki men ham borganman. Lekin sizga o'xshab 24 ga 7 bormayman. Ana, haqiqiy bo'ydoq bor ekan. Молодец. Значит, bu bola o'ylanmagan. Sakson to'qqiz bo'larmi shunda 36? Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi. 89. Nima qilib yuribsiz aka, o'ylanmay? Kitob 37. Hey. Yes, sorry. Gapirib o'tmasa bo'lmaydi. Super bo'ydoq. Tushunarli. Men ketdim darrov meni edeyam. Semestr kelimaga zikr beraman. Voy dod, endi sudlashib yurmagansiz qoluvdi aka. Siz og'irroq bo'ling, bular yoshlarda aka. Sizdan yosh shekilli. Yani bilmadim-ku. Deyingiz to'g'rilamadi aka, haqiqiy bo'ydoqman deb aytdi to'g'ri. Siz men просто bo'ydoqman degan, haqiqiy bo'ydoqman deb aytdi. Значит, umuman o'ylanmagan deb tushunchaga keldim. Bo'ydoqman desam, darrov hamma ishga. Uyqusi kelsa ko'zni yumingda uxlang. Bu yerga SMS yozmasdan. Ko'zingni yum uxla. Tavba. Uyqum kelmayapti. Qabul qilmayman. Xafa bo'lishib ko'rsatuviydi bu. Samarqanddan. Aka, siz skleroz bo'lganingizmi, qayerdan bilaman? Kallangiz chirsin sizni, men qayerdan bilaman? Davosi bormi ekan? Bo'pti aka. Aybi. O'ylaning, bo'lmasa o'ylanmagan bo'lsangiz. Ishingiz ko'p bo'lib ketgan bo'lsa dam oling. Qolganlar asabiga tegmasdan. Men nimaga uxlolmayapman? Men nimaga sklerozman deb. Men ham sklerozman, men hech kimga aytmayapman. O'g'il bola o'zi aytadigan bo'lgan. Men eng katta skleroz. Goodbye.